Mush Amerika bilan sobiq Sovet ittifoqining ikki harbiy qo'mondoni atom bombasining knopkasining oldida o'tda og'izib qo'yib, knopkani besiqqa tasli qolgan, 3-dunyo urushini portlatishga tasli qolgan bir jumla gap bor. Bu jumla gapni sizlar balkim bakchiq yarib chiqqan bo'lsinglar mumkin. Bu jumla bo'lsa The quick brown fox jumps over the lazy dog. Yeliqqa chaqqan qo'ng'ir tulki o'rin ishning ustidan sakrab o'tdi degan bir jumla. Endi bu bir eg'iz gap nima deb bu tasqaladi 3-dunyo urush chiqarib ketgili deganda endi to'xtaylar. Mayli siz kompyuterga xat nusxasi tanlayotgan bo'lsin yoki Amdil xat besishni o'rganayotganda, hatto printerni, tanjini remont qilayotganda bo'lsin, bu jumlani cho'qim ko'rgan bo'lasiz. Bu xuddi aravaqqa o'xshash barliq elektronlik ekran va qog'ozlar laylab yurdi. Agar men sizga bu tulka bilan bu Amerika Sovet ittifoqi sovuq munosabatlar urushiningki eng jiddiy paytida yer sharining vayron bo'lishining oldini olish vazifasini ustiga olganligini desam, hayron qalasizlar jon. Endi bu jumla faqat oddiy bir misol jumla emas, balki insoniyat aloqa tarixidagi eng ulug' tutum hisoblanadi. Vaqtni 1885-yilga qaytarildi. U chaqda texnik kompyuter yo'q, hatto xat besish mashinasi endi o'mlashga boshlagan. U chaqdagi o'qituvchilar va telegramchilar bir cho'ng masalaga duch keldi. Qanday desanglar, qanday qilib eng qisqa bir jumla bilan har bir knopka taqdirdagi hamma knopkaninki normal ishlaydigan yoki ishlamaydiganligini tekshirgil bo'ldi. Shuning bilan bir yangi hukm dunyoga keldi. Buning grekcha ismi panagram, ya'ni to'liq harfli jumla. Buning ma'nosi shunki, bu jumla cho'qim inglizcha alifbodagi 26 harfninki hammani o'z ichiga olish kerak. Bir skan bo'lsa bo'lmaydi. Hamda qancha qisqa bo'lsa shuncha yaxshi degan bir hukm. Taki 1885-yili 2-oyning 10-kuni Boston kunlik gazetida bu talantlilarcha yozilgan jumla e'lon qilindi. Ya'ni The quick brown fox jumps over the lazy dog. Bu jumla 35 harfdan tarkib topgan. So'zlar oddiy, voqealigi bor. Eng muhimi, garchi 35 harfdan tuzilgan bo'lsa-mu, lekin ingliz tilidagi barliq 26 harfni, ya'ni A'dan tortib Z'ga bo'lgan barliq harfni qaplagan. Demak, mush jumlada butun bor degan. Shundan keyin u xat besish mashinasi remontchilarniki muqaddas jumlasiga aylandi. Bu gapni besbek qilma, makroga besmatir macha taqgan deb. Agar bu hikoya mishakchi bo'lgan bo'lsa, u faqat foydalanish quroli. Ammo 1963-yilga kelganda bu tulka tarix sahnasininki markaz o'rniga chiqib qoldi. U chaq bo'lsa, so'g'oq munosabatlar urushiningki eng yuqori pallasi bo'lib, Kuba boshqariladigan bombasi krizisi amdil o'tib ketgan. Kennedy Zongton bilan Xrushchevninki qo'qindan talab bir-birisiga xiris qilib o'tgan vaqtda, mushu xato hukm sababidan bir-birimizni mushu atom bombasini portlatib sanmayli deb Amerika bilan Sovet ittifoqi bir maxsus liniya, udullam Rossiya bilan Amerika bilan udulli paranglashadigan bir liniya yasagan. Bu liniyaning ismi yana rivoyatlardagi qizil telefon, amaliyotda u telefon emas, u telegramma va jit xat chiqargan. Mushundaq yuqori besimli siyosiy vaziyatda bu liniya cho'qim 100% to'g'ri bo'lishi kerak. Hech qanday harf yoki hech qanday jumla chekish xato bo'lmasa kerak. Hammasi cho'qim udul berish kerak. Agar xatolam ketib qolsa, bu bir-birisiga jang e'lon qilgan bo'ladi. Shuning bilan Amerika taraf 1963-yili 8-oyning 30-kuni bu liniyani sinash uchun The quick brown fox jumped over the lazy dog's back. Shundan keyin sobiq Sovet ittifoqininki qo'mondoni ko'rib, bu nima deydi bu Amerika? Bu qo'ng'ir tulki o'rin ishninki dumisidan atlab yetib ketdi deydi ya. Bizni ishdayotam deymi? Aytinglar ballar atom bombasini deb qilsa, atrofga to'sib olib, "Voy yo'q, boshliq unda ish emas." Bu degan mushta chonjon qiladigan, mushu aloqa qiladigan, xat besib chiqaradigan, mashinani sinaydigan jumla degandan keyin qandamit bo'ptilar deb qo'yib, o'shada tas qolgan bir o'xshmaslik chiqdi. Endi vaqt mushu raqamlik davrga, ya'ni hozirgi davrimiz keldi, lekin bu tulka yana bizga hukmronlik qilmoqda. Nima uchun mushu xat nusxasi loyihachilar uni bak yaxshi ko'rdi desa, chunki u barliq harflarni o'z ichiga olib taqamay, harflarningki egiz pastligi ham qom inchikligini ko'rsatib berdi. Loyihachilar masalan G'ning quyruqi boshqa harf bilan so'qish qalam yo'q, O'ning jumlasi yetarlikmi yo'q deganlarni tekshirishga bu jumla mukammal model hisoblanadi. Endi savol, Uyg'urchada bunda panagram bormi yo'qmi? Barliq Uyg'urcha 32 harfni o'z ichiga olgan, lekin qisqa, ixcham jumla bormi yo'qmi? Davlat tilida yo'q. Chunki bizningki davlat til degan shu jihat egallaydigan jumla desak shu hamma xat bo'ladi shu 8 tarix. Ben Uyg'urchada o'ylab yiqaman, bormi yo'qmi? Bor. Uyg'urcha panagram, ya'ni Uyg'urchadagi 30 harfninki hammani o'z ichiga olgan birli jumla so'z. Zo'kragul Abduvajid Fransiyaning Parijdagi xil besham o'quvchi. Endi buni yezib o'yini hammani sanab baqsam bo'ldi. Hammasi bor. Buningdan sirt sizlar texma ixcham, texm pezi bir jumla topa olamsizmi yo'qmi? Topalab baqsam imkonsizmi?